Hey Paul, sana boğazım bu Paul, hem de sana bu şundan gülüyor. Oy, adaş, ne oldu, ne madar çocuk yaptın? Nime? Ben çuvadım ya. Ay, ziyafet çıktım ay böyle vardı ben. Karanlığa pullarım amını sakkan geçti. Bozunem. Oy adaş. Oy İzzet, Rız soyluk ülkenemesin bana. Başı kurbayı da hayzemenden ağzım. Hay. Bu cık pul kenemez mi? Adaş, bu ne pultu bu? İşte ben koy. Neme? Koy mu bana? Ay yok koy anasından koy mu da? Manda dağla. Hey adaş, bu hemmiyadi şaşkan öldürüş yolunu kozalgantı şu çağda öldürmeyken mi? O çağda mahalle başığı bana Moşuda saçkan mükemmel bir cangaldan sap koysu dep dargıçılangan buğday biripti. Hem de o saçkanın cinimi bizge okşay can boğaçına kıyılıp kalmasın dep buğdayını yuyup biripken ben. Estağfurullah. Salavat kan git ona. Babdan kıskense sayılık buğdayını çaylap öldürüp koymapsa. Ey şunu anda dibine onlar tohumla öldürülesi yuvalı kalırsan bunda ha yaman bulutken deyken bunda. Hadi yakşı olaptı buna. Hey İsset. Bu pulunu kanda kılıp çaşkan kıyam kıkansa. Çekil bak yorgan samanlık tutu tamlakan. Ahmak. Hey adaş, bu hükümet bir optan bizim pullarımızı bexatar saklap duruş için dokmuş banka açkan tutsa. Ben küçük vaxtlarımda bankada pul koysa Musadi kılavalım işte anlar. Şuna kokap aşında ayda tamlakamızda ayda üye bir yer tutsak pine basken. Emzizge çaşkan Musadırıksı değil mi ana? İstet, bu pulunu bir ayarlığın boz, saklığını belgen bozsan. Ne? Ne bolda? Kılıvatsan gepe onunla donmaydı bunda. Neymiş ka? Biz erkek kümülde şıkı dikenmez, kotunu tokudak çaşı diken. Bunda tanrı. Maniki ben de may pulu yok, artık ben köz yok şimdi sen. Şu anne güzel şimdi ağa. Onu da, bunu da, ahir bunu bir mez pulunun peşine çıktı. Jığlımağla. Nime? Jığlımağla? Bayatta jığlamasam tırmağın değilse, hem de jığlımağın değilse. Bu şu çuğlarını yapmadı, ben jığlamayı kim jığlaydı ağıyla. Ben hatta kitsin husam mı? Turda buxlaydı artık. Kapın mağla. Muşunda kemtök, juto, konrap, kirliş ketken pulunu her kaç bankıla kapatsanı sıkıştırdı. Nime? Rosma? Ha? Ağzıqlı kampanadayız. Saçkanı pervayı felek, bana banka yar yülek. Saçkanı pervayı felek, bana banka yar yülek. Kanım apılım ya, ben hazırla bakıqım ayırım. Maşallah, nakşa etketkini, bir anladaş. Kaç pul kaldı ki bir sana bakın. Ma adaşa, parmaklarını tılgın tekizip pul sanaktırma. Adaş, bomlu da. Bomlu. Cık bakın. Adaş, bomlu da. Onun usul bu pul var o, ma doppanlığın içinde beşanlığın mayları da yağlaşıp, terbilen kirleşip tıkında buzup bitizgan oldu. Yanlış buzup bitizgan oldu? Yağdan baş tazmamıza ben. Oy, hiç kişi yok. Pul degen ne kimin ne kalıp basımı yerine kıymetini yok atmaydı bana nasıl? Oğuzunda? Manda nasıl? Makalana adaş, pul degen bağı o. Dokçunun koldu yüynap, bidikinin koldu tarnep, çömençinin koldu sürtep, kasapının koldu yüzmeyi sürtep, çömençinin koldu kaçtık etep, lampuçunun koldu lazımını laboyap, kaçının koldu şıkbilen anlı bitep, şişpanının koldu şişini kırıkap, divanını kaçtı büdür kılıp getin berber pul be o. Nasıl? Sırıtken sebep buna. Pul aşında koldun kolgu ötkendiki meynetliş biti da. Şun bayattığını dekmek kolanlı tılınlığı dekizip pul sanımaysa.
Bu mana çekmem. Afsalli. Pul degan nima bu adash? Mushu dehqonni o'g'oqdek ijilib, lampungdek titrab, oshlar zag'mandek to'zilib, navoy ko'saydek kuyib, do'ppishning qo'llari jing'ni tishlab, kayfingning ko'zlari to'shikdek to'lishib, hattoning tuttirib qolishib, usulchi jilondek to'lg'ishib, ko'mada qarab, zaga ko'rakdek tushildab, pishaqchi gujuldab, marajnichi gujuldab, baqqol vaqirab, Oyagash chaqirib, matkash chaqirib, kavobchi ziqlab, yamoqchi mixlab, muxbir maqtab, shopir qistab, naqshi o'qib, do'qi to'qib, Bo'ldi. Bak bilitgansiz, bo'ldi. Hamma odam pulni ashundoq tas topadi. To'g'ri. Shunda bo'lgan ekan, pulni do'ppining ichida saqlamdi, qatlamdi, mutlamdi, yutamdi, chiqamdi o'zining ixtiyori u. Yo'q, adash, biz xalq pulini asrashimiz kerak. Bu pul degan baba adash, gachiga til chiqirdigan, jimdigan narsani un chiqirdigan, yolg'on odamni ushoq qildigan, to'mirni osmonda ushoq qildigan, chatni chiroyli qildigan, gavoshni yuragli qildigan, yiroqni yaqin qildigan, gapingni yaqin qildigan narsa. Bu pul degan otangni xo'sh qilganmi pul, ochangni xo'sh qilganmi pul. Hey pul! Hey pul! Odamni jim turg'izmay madaltib chiqsagan ashu pul. Lekin ag'ina pul hammaga qodir emas. Shunda pulga o'zimni sotib olib bo'lgan bilan, inam oilaviy turmushni sotib olib bo'lmaydi. To'g'ri. Pulga odamni sotib olib bo'lgan bilan pok vijanni sotib olib bo'lmaydi. Pulga dorini sotib olib bo'lgan bilan jonni sotib olib bo'lmaydi. Pulga kitob material sotib olib bo'lgan bilan aql farosatni, bilimni sotib olib bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin hammamizga ma'lumki, pul bizning turmushimizni kam bosib bo'lmaydigan eng muhim narsa. Shunda ag'ida, biz ba'zida yo'q taraqli pullarni xarjlaydiganmiz. Yana ba'zida kona, shotoq, bebashaylar mehnat pullarni xarjlaydiganmiz. Bu pul zodi nereden chiqdi? Hozir biz xarjlayotgan xalq pulini Jungo Xalq bankisi bir tutash bisib taqtidi. Hey. Meni ashu pul bosgan zavod qo'ysa. Sizda. O'zim bir pul so'radim. Xudoyim shuni eshakni bilib mungizamaganda. Hey, andadikni ular to'yda savdo qilishdan kelib savjiga chiqib o'xshayib pul bosqanib o'ziga pul so'ragach chiqadi. Bilmayman. Adash, nada anda asan ish bor? Kichik valdak gap qilgansa. Ay bu Jungo Xalq bankisi yillik pul ta'minlash miqdori, o'sim nisbati, pulning soni qatorliqlarni go'yangi yo'llab tasdiqlatgandan keyin ijro qildi ekan. Ya Allah. Hey adash, men maliyada qizil raqam chiqdi deb ba'zi oilada ish xizmatchilarining ish haqini vaqtida bermaydi ekan. Bunda qilgacha Merkezde bankaga buyurup bir pulni jiq biz taqtib qizil raqamga tugasi bo'lmaydigandi. Biz tash tanısak hukumat kumsalaydi. Bu pulni ko'plab pesivasi pul taqalliq kirib chiqmanda. Shunda pulning qiymati yo'qab, pulga ozgina kirib bo'lib qoladi. Bunda gaplarni taqallarni. Lekin ag'ina hukumat mushundaq pulning paxallashib ketishining oldini olish uchun tadbir qo'llanayotgan sharoitning o'zida hozir bir qism kazzoblar yolg'on pulni sotib Ey amanlar! Voy! Pulning yolg'on emas. O hakim öz xalqini biz taqtiyotgan to'y-to'kun natijani baqolmasa o. Shundaqda. Lekin hozir pul atkashlari qonun bilan o'ynashib 100 ko'yliq, 50 ko'yliq, 10 ko'yliq yolg'on pul bilan jamiyatning burun pishqoqlari savdo aloqa qilyotdi. Ya Allah! Umuman biz zaminimiz savdo aloqa qilganda, bo'libmi oqshomlar tijorat qilyotganlar, cho'ng pullarni olganda, haliqi pul tekshirish apparati tekshirib olishimiz kerak. Ba'zi odamlar pulga ishonch qilamasa, buni o'zi qo'limizni silab boqib, silkib, taraqlib boqib, kunlar usib boqib jinjoliqni topimiz deydi ekan. Eng yaxshi ay pul tekshirish apparati tekshirib olmasak buning hammasi bekor. Agar apparatni joy chiqib qolsa, u joyda har qaysi banklar tekshirsak bo'ladi. Bu jihatda banka xalqimiz uchun haqsiz mulozimat qiladi. Shundoq. Mana bu pulimni bankdan olmay kelib qolsam, cho'pildan tekshirib olaman dedi. Ey, ag'ina, bu bank degan hukumatning ishonchli bir o'rni. Shunlashda hargiz yolg'on pul bermaydi. Aksiga yolg'on pullarni fosh qiladi. Shunda o'zimda, usul aladigan o'lamda. Bankadagilar bizga o'xshab eganda ishiga chiqib chiqolmaydi uni. Ag'ina, sizlarga bu pulni kim bergan? O'zim ajratib topgan? Mana. Buni so'rab nima qilasan? Pulning kelish manbiga o'xshamasa, uni xosiyatiga o'xshamaydi. Shunda
Özün tapqan pul lezzetli pul. Dadang bergen pul hareketli pul. Anang bergen pul bereketli pul. Balang bergen pul insaflı pul. İring bergen pul hesaplı pul. Akang bergen pul köyümlük pul. İning bergen pul sevimlik pul. Xotinning bergen pul minnetli pul. Mukafat bergen pul hürmetli pul. İyani qilgan pul saxovatli pul. Tiqib qo'ygan pul nadomatli pul. O'tni bergen pul adovatli pul. O'tni olgan pul xijolatli pul. Aldamchiga bergen pul qiyomatli pul. Bankada qo'ygan pul tug'digan pul. Xiyonat qilgan pul bo'g'digan pul. Para olgan pul to'kildatgan pul. Nesiq olgan pul so'kildatgan pul. O'g'ri olgan pul buquldatgan pul. Jermani olgan pul g'otildatgan pul. Odamgarchilikka tutgan pul ko'tildatgan pul. Yigitning bergen pul sinoq pul. Saqlig'ini bergan pul sanoq pul. Xoshamatchi bergen pul po'qoq pul. Dushmaning bergan pul qiltaq pul. O'g'ri bergen pul shaltoq pul. Kangong tutgan pul so'g'aq pul. Qimarga utgan pul to'zg'oq pul. O'zgasiz olgan pul tuhmat pul. Bojga bergen pul kon pul. Doktorga bergan pul jon pul. Shunda hukumatga son pul, puhraga non pul. To'g'ri. Alam topqanga xon pul, aram topqanga har pul.